Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Tak, Phantom brendini bilasizlar. Bu aynan hammaga yoqqan mashhur Phantom Miller modelimiz. Akaxonimiz kelgan ekanlar, Bektemirdan sotaman deyaptilar. Sababi kattarog'ini olaman deyaptilar. O'sha ishim rivojlanib ketdi, kattarog'i qulayman deyaptilar. O'shancha mana akalar o'zi ot bilan shug'ullanar ekanlar. Bortini yechib tashaganlarda mana o'zlari otga moslab bort qo'ygan ekanlar. Morti bilan nargi zavodskoy borti bilan beraman deyaptilar. U zavodskoy borti alohida hisob qilinadi. Gazlar qo'yilgan, bir taraf 90 talik, bir taraf 65 talik, 300 km yuradi polniy zapravka bilan. Eng qiziq tarafini aytaman sizlarga, hamma qishda to'xtamaydi mashina. Nima sababli? Benzin ham bor, gaz ham bor. Gaz bilan 300, benzin bilan 300 yuradi. Polniy. Shunda 600-700 bemalol mazaq haydab yursanglar bo'ladi. Mashinaning yili 24, atiga 42 ming yurgan ekan. U degani u bu mashinalarga bor, obkatkadan endi chiqqanida. Tushunasizlarmi? Mana qaranglar, mashina cho'tki turibdi, hamma sostoyaniysi. Endi bu kuzovi ishlatilgan, yasalgan qo'yganman dedilar, lekin mashinaning ballonlari, hamma narsasi cho'tki turibdi. Ichlari konditsionerlargacha ishlaydi. Mashina cho'tki. Ishlarini ko'ringlar. 5 ta передатчикli. Mashina tiniq. O'zim ham ko'rdim mana. Sotib bering aka deyaptilar. Mana akalar tayyor mashina, kelib olib ketaverasizlar. Aka, bu narxini qancha deyapsiz endi? 280 million. Qancha aka? 280 million kelishtirib beramiz. Yaxshi narx aytdilar lekin 280 million. Men borti bilan, keyin buni alohida zavodskiy bordini qancha qilib berasiz aka? Agar birato'la uni ham buni ham olib ketaman deydiganlar bo'lsa. Zavodskiy bordni ham kelishamiz, qimmat bo'lmaydi. Где-то taxminiy aka 20 million. 20 million. Akalar zo'r narx aytdilar. Ha, ichini oching aka buni. Agar ot bilan shug'ullanadigan akalar bo'lsa, любой respublikadan viloyatdan olib ketinglar akalar. Hozir ochib ko'rsatadilar. Masalan, mashina tiniq. Cho'tki turibdi. Gap yo'q. Mana shunday chiqadi. Chorvachilik bilan shug'ullanadigan akalarga ham вообще zo'r ekan, bor. Silliq emas, sirg'amlaydigan qurilgan. Gap yo'q. Aka, buni o'zini qanchaga yasattirgansiz mana shuni o'zini? Buni o'zi 40 milliondan oshgan. Mana, nima deysizlar? Zavodskoy narxi o'zi buni 250 million Miller. Mana bu kichkina bortli bo'ladi. Akalar, masalan, sizlarga aytayaptilar 280 million deyaptilar. Borana kelishadigan joyi ham bor deyaptilar. Bor, mazaq olib ketinglar, 42 ming haydalgan xolos-ku. Mana tayyor. Aka, nomeringizni qoldiraman, aloqaga o'zingizga chiqaradi, bemalol do'g'or qilasizlar. Kredit naqd olib ketaveradilar. Kredit muammo yo'q akalar hozir. Sirazi bosh to'lovingizni qilasiz, kredit bilan olib chiqib ketaverasiz. Lekin bo'lib to'lash yo'q, aka. Pul kerak. Bo'ldi. Akalar, mana nomerni qoldiraman. Harakat qilinglar akalar. Ko'p emas. Agar mashina sotilsa, e'lonni olib tashlayman akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.